Assalomu alaykum qarindoshlar. Qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun shu Stockholm sindromi to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Bu leksiyada asosliqi shu Stockholm sindromi degan nima, uninki alomatlari qanday bo'ladi, u qanday shakllangan degan nuqtalarda qisqacha bir tushuncha berib o'taman. Hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. 1973 yili Shvetsiyaning Stokgolm shahrida ikki bulangchi banka bulash jarayonida 6 kishini görevga olgan bo'lib, görevga ilinganlar saqchilar tarafidan qutuldirilgandan keyin görevga ilinganlar o'zini görevga olgan bulangchilar ustidan shikoyat qilishni va u bulangchilarning jinoiy qilmishiga guvohlik berib, ularni jazolashni rad qilgan. Hatto u banka bulangchilarini saqchilar tarafidan oqlab qutuldirish uchun oxirida bular iyona to'plagan. Shu sababdan keyin kishilar bu xil ahvolni yoki bu xil hodisani Stockholm sindromi deb atagan. Ya'ni o'ziga zulm qilganlarga oshiq bo'lish yoki o'ziga zulm qilganlarga yizidoshlik qilish, ularning o'ziga qilgan zulmi ustidan shikoyat qilishning o'rniga asli ular to'g'ri qilgan ekan deb ularga yizidoshlik qilish, ularni qo'llash shu men bugun so'zlamoqchi bo'lgan Stockholm sindromiga kirdi. Undaqda bu Stockholm sindromi degan zodi nima degan vaqtida Stockholm sindromi degan görevga ilinguvchi bilan o'zini görevga olguvchi orasida shakllangan ro'y bog'lanish yoki görevga ilinguvchining o'zini görevga olguvchiga bo'lgan yizidoshlikka qo'llashi, hatto uningdan ayrila olmaslikdan iborat bir xil psixikalik yoki ro'yi bog'. Ya'ni bu aslidagi bir-birini jazolash, bir-biriga zulm qilish yoki bir-biriga bo'lgan o'chmanlikdan oxirida bir-biriga bog'lanadigan, bir-birini qo'llaydigan, bir-biriga his tuyg'u bo'ladigan shundoq bir jarayonga aylanish yoki bu xil bog' shu Stockholm sindromi deb ataldi. Stockholm sindromi bir xil psixikalik kasallikninki kasbiy atalg'usi bo'lmasdan, balki u bir xil psixikalik inkas, ya'ni insonlarninki shu xil hodisaga bo'lgan inkasi, psixikalik inkasi yoki psixikalik hodisa. Bu xil psixikalik inkas yoki psixikalik hodisa normalda go'raga ilinguvchilarning noiti oz bir qismida ko'rildi. Yana bunday chiqqan vaqtida bu go'raga ilinishni beshidan ko'chirgan hamma odamlarda bu Stockholm sindromi bo'ladi degan emas. Ashlarninki faqat bir qismida bu xil psixikalik o'zgarish paydo bo'ladi. Stockholm sindromidan iborat bu xil hodisa real turmuşda yalğız görevga olg'uchilar bilan görevga iling'uvchilar orasida ko'rilib qolmasdan, balki xo'rlug'uchi bilan xo'rlang'uchi, ezguchi bilan ezilguchi, hatto ayollar, ya'ni munosabati yaxshi bo'lmagan, urush jidalni ko'p qiladigan, oilasida mandaq zo'ravonlik ishlatadigan ayollar orasidami ko'rilishi mumkin. Stockholm sindromidan iborat bu xil psixologiyalik bog'lanish odatda bir kun, tiz bo'lganda bir kun, bir hafta, bir oy, hatto necha yillik asir kelish, ya'ni ro'yi yoki psixikalik asir kelish, asorat kelish yoki xo'rlash jarayonida barbara shakllanishi, paydo bo'lishi mumkin.
Undaqda bu Stockholm sindromining ifodalari qandaq bo'ldi degan vaqtida buning ifodalari har xil bo'lib, men bularningki muhim ifodalarini tövəndəki bir neçə tarafga yig'inchoqlab chiqdim. Birinchisi, o'zini go'ro'ga olgan, o'zini xo'rlagan, o'ziga zulm qilganlarga qarta aktiv hissiyotda va yoki ijobiy qarashda bo'lish, hatto ularga hissdoshlik qilish. Ikkinchisi, o'zini qutuldirmoqchi yoki o'ziga yordam qilmoqchi bo'lganlarga qarta passiv hissiyotda va yoki salbiy pozitsiyada bo'lish, hatto ularga qarshi turish. Uchinchi, o'zini go'ro'ga olgan, o'zini xo'rlagan, o'ziga zulm qilganlarga qarshi kurashda boshqalar bilan hamkorlashishni rad qilish. Ya'ni boshqalar bu xo'rlang'uchiga yordam qilay desa, aksincha ularga qarshi turib, o'zini xo'rlag'uchiga bo'lgan bo'lg'uchilarga qarshi turmaslik. To'rtinchisi, o'zini go'ro'ga olgan, o'zini xo'rlagan, o'ziga zulm qilganlarni haqliq deb qarash. Hatto ularning o'xshash nishon va qimmat qarshi borligiga ishonish. Ya'ni o'zini xo'rlaganlarga qarshi turishdan aksincha ularningki qilayotgan ishini o'zininki manfaat uchun, foydaliq bo'lganligi uchun qilyotdi deb tushunish, ularni o'zlariningki nishon maqsadlarininki birdek ekanligini faqat ma'lum sabablar tufaylidan amalsiz o'zini xo'rlayotganligini ashundoq tushunish. Undaqda bu Stockholm sindromininki mushu paydo bo'lish sabablari, ya'ni yuqorqidek har xil hodisa yoki psixikalik o'zgarishlarninki paydo bo'lishining sabablari nima degan vaqtida, birinchidan, go'ro'ga olg'uchi, go'ro'ga ilinguchiga insoniylik bilan muomala qilgan va yoki go'ro'ga ilinguchilarga shundoq tuyg'u paydo qilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni garchi ularninki ma'lum odamni go'ro'ga ilishda boshqa bir muddalari bo'lsa-mu, lekin xuddi o'zini mush go'ro'ga olg'uchilarninki manfaat uchun qilayotgandagidek ashundoq his tuyg'ularni paydo qilgan bo'lishi mumkin yoki shundoq tonutgan bo'lishi mumkin qarshi tarafga. Ikkinchisi, go'ro'ga olg'uchi bilan go'ro'ga ilinguchilar yuzlangan krizis hal bo'lguncha o'xshash bir muhitda birga yashag'ini, ba'zi qiyinchiliklarni birlikda boshdan ko'chirgani uchun ular bir-biriga tayangan va yoki ular orasida o'zaro bog'lanish paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni misolanga biz kinolarda ko'rgandagidek aeroplan bulash bo'lsin yoki bir banka bulash bo'lsin, shu vaqalik hal bo'lguncha, ya'ni bir necha soatdan bir necha kungachilik ular sirtdan keladigan yordamsiz yoki yemak ichmak yo'q, suv yo'q degandagidek ashunday qiyin sharoitlarni birga o'tkazganlik uchun bularning orasida balkim baribir bir xil o'zaro tayinish, o'zaro bog'lanish paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Uchinchisi, go'ro'ga ilinguchilar adolatning mavjudligiga ishonmagan va yoki qonun ijro qilguvchilar xizmatini yetarlik qilolmagan deb qaragan bo'lishi mumkin. Ya'ni bularningki bu o'zini go'ro'ga og'uchi yoki o'ziga zulm qilganlarga qarshi kurashda hamkorlik qilishni rad qilish yoki ularning ustida shikoyat qilishni rad qilishning asosli sababi bularda baribir buning ahamiyati yo'q. Bu dunyo shundoq bir adolatsizlik bilan to'lgan. Men bularning ustida shikoyat qilsam, baribir hech kim ularni jazolamaydi. Uningdan ko'ra jim turishim kerak yoki bo'lmasa kam deganda jim turgan vaqtimda ularning menga qaytadan yana o'ch ilishidan saqlang'ili bo'ldi degan qarash sababidan bu o'ziga zulm qilgan, o'ziga go'ro'ga olganlarga qarshi kurashda aktiv bo'lmaslik paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. To'rtinchisi, go'ro'ga ilinguchilar boshqalarning o'zlariga haqiqiy yordam qilganligiga ishonmasligi, hatto boshqalarning o'zlariga yordam qilishida boshqa maqsadi bor deb qarashi va yoki shunda qarashga majbur bo'lgan bo'lishi mumkin.
Shu sababdanmi o'ziga yordam qilganlarniki yordam qilishdagi samimiylikka ishonmasligi yoki ularning yordamida xuddi jinning qasdi shopilda degandek boshqa bir maqsadi bor. Hargiz ular ish ko'ngildan chiqarib menga yordam qilmaydi deb qarg'anligi uchun yordam qilguvchilarning yordamini inkor qilib o'ziga zulm qilganlarga texmi hissdoshlik qildigan yoki ularni to'g'ri qilyotidi deb qaraydigan ahvol shakllangan bo'lishi mumkin. Beshinchisi, göröge ilinğuçular, göröge olğuçularning o'zlaridan intiqom ilishidan endish qilishi mumkin. Ya'ni bu xil endişe, bu xil vahima o'ziga yordam qilguvchilar bilan hamkorlik qilishni inkor qilishga, rad qilishga sabab bo'lib, aksincha bu o'ziga zulm qilganlarniki asli maqsadi o'ziga zulm qilish emasdi. Ularning maqsadimi mundaq bizning manfaatimizni degandagidek shundoq tushunchaga paydo bo'lishga majbur bo'lgan bo'lish mumkin. Ya'ni ularniki shu ma'lum mezgildan keyin o'zlaridan intiqom olishidan qo'rqib amal bor ularning yaxshi gapini qilib o'zlariga yordam qilganlarni rad qilishi mumkin. Oltinchisi, göröge olg'uchilar, göröge iling'uchilarga har xil psixika monopol qilish usullarini qo'llangan yoki bo'lmasa tan jazosi, jismoniy va ro'y jihatdan jazo berib, ularga bir xil tahdid solgan, ularni ro'y asorat ostiga olgan bo'lishi mumkin. Shu sababdan bu insonlar shu görög ilingan yoki zulmga ilingan yoki zulmga uchirgan yoki boshqalarning asoratida yashagan insonlar shu vahima ustida yashaganlik uchun o'ziniki ro'y jihatda o'ziga bir xil zanjirlagan, ya'ni o'ziniki ro'y asorat ostiga ilinishiga rozi bo'lganlik uchun ular o'zini qutqizishga harakat qilmagan, shu reallikni qabul qilgan bo'lishi mumkin. Bular shu Stockholm sindrominiki paydo bo'lishniki sabablari albatta konkret insonlarda o'xshamagan sabablar bo'lishi mumkin, lekin umuman qilib aytgan vaqtida shu Stockholm sindrom paydo bo'lgan kishilarda mushkil sabablar tufaylidan o'ziga zulm qilganlarga qarshi turish emas, balki ular bilan ishbirligi qilish, andan keyin o'ziga yordam qilmoqchi bo'lgan insonlarniki yordamini rad qilish, hatto o'ziga zulm qilganlarni madilab boshqa yordam qilganlarniki nimasini maqsadini burumlab qarash. Xuddi men yuqorida deb o'tgandek jinning qasdi shopilda deb ularniki yordamida samimiyatlik yo'q deydigan bir xil tushunchaga paydo bo'lish. Bularning hammasi shu Stockholm sindrominiki paydo bo'lishniki asosli sabablari hisoblanadi. Stockholm sindromiga giribtor bo'lganlarni qanday bir taraf qildi yoki qanday davolaydi degan vaqtida hozir hamda bu shu dunyo miqyosida nisbatan bir talash tortish bo'layotgan mesele. Yani ben yukarı dep ötkendikdek Stockholm sindromi, gerçi sindromi degan nom bilan ilingan bolsumu, lekin bu psixikadagi ma'lum kasallikninki nomi bo'lmasdan balki bir necha xil shu kasalliklarniki paydo bo'lgan alomatlarga qarab o'rtaq bir nima bilan odatdagi puxra tilda atalgan bir atalg'u bo'lib, bu Stockholm sindromi ninki sabablari men yuqorida degandagidek har xil sabablardan shu insonlarninki ro'yida bir xil psixikalik o'zgarish bo'lish sababidan kelib chiqqan bir qism kasalliklar bo'lishi mumkin. Bunday aytgan vaqtida bu Stockholm sindromi bir xil psixikalik kasallikninki kasbiy atalg'usi bo'lmasdan, balki u göröge olg'uchining göröge ilinguchi ustidan ilib borgan jismoniy zaxma va ro'yi ishkenci sababidan barliq kelgan andisha, qo'rqinch natijasida paydo bo'lgan tashvishlanish, zaxmidan keyingi tashvishlanish, tushkunlashish qatorliq psixikalik kasalliklarninki tufaylidan paydo bo'lgan shu bir xil bir necha kasalliklarninki o'rtaq nimasi bo'lganligi uchun, o'rtaq gavdalanishi, o'rtaq ifodalanishi bo'lganligi uchun bu xil kasalga giribtor bo'lganlar eng yaxshisi shu psixika doktorga ko'rinib, konkret kasallik ahvoliga, ya'ni diagnoz ahvoliga qarab shu
qaysi kasal doirasiga kirgan bo'lsa, shu kasal bilan davolashga to'g'ri keldi. Shunlashqa bu Stockholm sindromini qandaq bir taraf qildi, qandaq davolaydi degan vaqtida, uni bir taraf qilgan vaqtida oldi bilan shu psixika doktorga ko'rinib, konkret diagnoz qo'yish va shuning asosan davolash ilib berish kerak. Bu haqda men burunqi leksiyalarimda shu ro'y sog'lomlikqa oid ba'zi leksiyalarni so'zlab o'tgan, misollarga tushkulishish, zaxmidan keyingi andish qilish, yana shu ko'p narsadan andish qildigan, qo'rqaydigan, yana tashvishlanish kesili degandek, tushkunlashish yoki divanglik kesili degandek har xil shu psixikaga munosabatlik kasalliklarga giribtor bo'lgandan keyin bu xil shu Stockholm sindromida bo'ladigan alomatlar ko'rilgan bo'lishi mumkin. Shunlashqa shu konkret ahvolga asosan diagnoz qo'yib, qaysi kasalga giribtor bo'lgan bo'lsa, shu bo'yicha davolashga to'g'ri keldi. Bu haqda agar qarindoshlar qiziqqan qarindoshlar bo'lsa, meningki burunqi shu tushkulishish va yoki boshqa ro'y sog'lomlik to'g'risidagi leksiyalarimni anglab baqsa bo'ladi. Bugungi bu Stockholm sindromi degan qisqa leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Bu ro'y sog'lomlik shu jismoniy sog'lomlikqa o'xshash nihoyatda muhim. Shunlashqa biz yolg'iz o'zimizningki jismoniy sog'lomligimizga ko'ngil berib qolmay, ro'y sog'lomligimizga alohida ko'ngil bo'lishimiz kerak. Shunlashqimi men bu ro'y sog'lomlik to'g'risida ba'zi leksiyalarni so'zlab keldim. Agar qiziqqan qarindoshlar bo'lib qolsa, bu vaqtdagi leksiyalarni izlab ko'rib baqsa bo'ldi. Bugungi leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Xayri xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.